15-ci münasibətdə yaxşı buluş. Abdori Doktor Erkin Sıdıq. Əgər siz başqalar bilan yaxşı çıxışa alsınız, ular siz bilan həmkarlaşıdı. Amerika prezidenti Roosevelt mundaq degan: Muvaffaqiyat tanlamasının ən mühim tərkibi qismi kişilər bilan qandaq çıxışni bilishdən ibarət. Kişiler sizning o'zlariga qanchalik ko'ngil bo'ldiganligingizni bilmaguncha, sizning qanchalik bilimlik ekanligingizga parvo qilmaydi. John Maxwell. Önümlük liderlar uchun aytganda, kishilar bilan birga ish elib berish va ular bilan yaxshi munosabat o'rnatish iqtidori kam bo'lsa bo'lmaydigan iqtidorlarning biridir. 1991-yili Amerikadagi ayol liderlar jurnali ilib borgan bir qitimliq tekshirishda shirkatlarning o'z xizmatchilarida bor bo'lishni umid qiladigan eng muhim o'rindagi narsa ularning boshqalar bilan yaxshi munosabatda bo'lish qobiliyati bo'lib chiqqan. Bu qobiliyat inglizcha interpersonal skill deb ataladi. Agar odatdagi xizmatchilar uchun yaxshi kishilik munosabat iqtidori ashundaq muhim bo'lsa, liderlar uchun uning qanchalik muhimligini faraz qilib beqing. Kishilar haqiqatanmi chiqish oladigan odamlar bilan hamkorlashishni xohlaydi. Yaxshi kishilik munosabat iqtidoriga ega emas bir odamning yaxshi lider bo'la olishi mumkin emas. Bir lider kishilar bilan yaxshi munosabat o'rnatish uchun tövandagi 3 ishni qilishi shart. Birinchi, bir liderga xos kalla bo'lish, kishilarni tushunadigan bo'lish. Kishilik munosabatga qodir bir liderning birinchi sifati kishilarning qandaq his tuyg'ularda bo'ladiganligi va qandaq o'ylaydiganligini tushunish qobiliyatidan iborat. Siz boshqalar bilan birga ish elib borganda, mayli ular bir lider bo'lsin yoki agash kuchingiz bo'lsin, ularda tövandikidek o'rtaqlik borligini to'liq tunib yetishingiz kerak. Ular o'zlarini bir o'zgacha, ya'ni special odam deb his qilishni xohlaydi. Shunga ularni chin ko'nglingizdan maqtab turing. Ular atining bugundan yaxshiroq bo'lishini istaydi. Shunga ularga umid ato qiling. Ular boshqalarning o'zlariga yo'l ko'rsatishini istaydi. Shunga ularga yo'l boshlang. Ular shaxsiyatchi keladi. Shunga ularning ehtiyojini oldingi o'ringa qo'ying. Ularning ro'yi osonla tushib ketadi, shunga ularni ilhomlantirib turing. Ular muvaffaqiyat qozonishni istaydi, shunga ularning utib chiqishiga yordam qiling. Liderlar yuqorqi haqiqatlarni to'liq tushungan asosda kishilarga individual sifatida muomala qila oladigan bo'lishi kerak. Har bir kishiga qarab, uni tushunib, ondan uning bilan o'z o'tirsidagi bir yaqin bog'lanish hosil qilish iqtidori kishilik munosabatda muvaffaqiyatli bo'lishdagi bir muhim omildir. Bundaq sezgurlikni liderlikdagi bir yumshoq omil deb atashqa bo'ladi. Siz o'zingizning liderlik qilish uslubini o'zingiz liderlik qilayotgan odamlarga moslashtira oladigan bo'lishingiz kerak. Ikkinchi, bir liderga xos yurak bo'lish, kishilarni so'yish. Agar siz kishilarni so'ymasangiz, boshqalar sizga ergishishni xohlaydigan haqiqiy unumlik liderdan biri bo'la olmaysiz. Dangliq fizika olimi Einstein mundaq degan: Bizning yer shari ustidagi ahvolimiz bir oz g'alati. Har birimiz bir qisqa ziyoratga kelamiz, nimish shunday qildiganligimizni bilmaymiz. Biroq ba'zimiz o'zimiz uchun biror maqsad turg'izgandek bo'lamiz. Vaholanki, kunlik turmush nuqtasidan qaraganda, biz hammamiz mundaq bir ishni bilamiz. Har bir odam boshqa odamlar uchun yaralgan. Uchinchi, liderlik qo'lini sunish, kishilarga yordam qilish. Kishilar o'zlarining manfaatini nazardan ayirmaydigan liderlarga hurmat qiladi. Agar sizning markaziy nuqtangiz boshqalarga nima bera oladiganligingiz bo'lib, boshqalardan nima ola oladiganligingiz emas bo'lsa, ular sizni so'yidi va hurmatlaydi. Hamda bu ular bilan yaxshi munosabat o'rnatishning puxta yo'lini soladi.